Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston sürgünde hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti və Sharq Turkiston Milliy Oyg'unish Təşkilatı Ürümçidəki əcəllik ot afatida köydürüb öldürüşni öz içiga alğan Xitayning irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish, Amerika boshliq xalqaro jamiyatdan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun yordam talab qilish maqsadida 28 noyabr dushanba kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldida namoyish o'tkazdi. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti 28 noyabr kuni Uyg'urlar Urumchida yuz bergan ajallik ot ofatiga qarshi namoyish qilib, xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qildi degan temada axborot e'lon qildi. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti va Sharq Turkiston Milliy Oyg'unish Təşkilatıning Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldida Xitoyning ajallik ot ofatida köydürüb o'ldirishga o'xshash irqiy qirg'inchiligiga qarshi elib borgan namoyishi matbuotlarda xabar qilindi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti və Sharq Turkiston Milliy Oyg'unish Təşkilatı Ürümchidəki ajallik ot ofatida köydürüb öldürüşni öz içiga alğan Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish, Amerika boshliq xalqaro jamiyatdan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun yordam talab qilish maqsadida 28 noyabr dushanba kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldida namoyish o'tkazdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi axborot e'lon qilib mundaq dedi. 24 noyabr kuni Urumchida yuz bergan ajallik ot ofatida 44 nafar Uyg'urning qazo qilganligi Sharq Turkiston sürgünde hökuməti, Sharq Turkiston Milliy Oyg'unish Təşkilatı və dunyodagi barliq Uyg'urlarning g'azabini qo'zg'adi. Dalil isbotlar shuni ko'rsatdiki, ot ofati Urumchi Tangirtog' rayonidagi Uyg'urlar o'ltiraqlashgan bir binoning 15-qavatida yuz bergan. Ot tezlik tutuşup 19-qavatga ulashib, narsida balalarni o'z ichiga olgan, necha 10 Uyg'urning joniga zomin bo'lgan va yaralandirgan. Xitoy 10 kishining o'lganligini xabar qilgan. Ijtimoiy axborotda tarqalgan sin va rasmlarni inchikilganda, o'lganlarning sonining texmi ko'pligini bilgili bo'ladi. Ijtimoiy axborotda tarqalgan sindagi doktorxona xizmatchisining aytishicha, 44 nafar kishi qazo qilgan. Aholilarning aytishicha, ot ofati xabar qilinib, 3 soatdan keyin o't o'chirish mashinasi yetib kelgan. Xitoy doiralari yo'lga qo'ygan nol yuqum siyosatining turtkiisida eshiklar sirtdan qulflangan. Uyg'urlar binodan uzoqlasha olmagan. O't o'chirish kechiktirilgan. 40 necha Uyg'urning qazo qilganligidan iborat tragediyali xabarni anglagandan keyin Sharq Turkistonning ichi va sirtidagi Uyg'urlar echindi va g'azablandi. Xitoy hukumatining qasddan vaqtida o'tni o'chirmaganligi va orqasidan o'lgan Uyg'urlarning sonini yushirganligi nol yuqum siyosatining turtkisida uyga qamashni o'tirga chiqarish orqali Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizishni davomlashtirayotganligini tushundirdi. Xitoy 2022 yil 8-oydan e'tiboran Sharq Turkistonda nol yuqum siyosatini yo'lga qo'yib, insonlarni uylariga qamagandan keyin yüzlеген Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar ocharchilikdan, tibbiy mudofaa va davolashga e'tibor bermaslik tufaylidan hayotidan ayrildi. Binoda o't ofati yuz berganda Uyg'urlar ijtimoiy aloqa turida yordam talab qildi, ammo vaqtida yetib kelolmadi. Voqeadan keyin Uyg'urlar ijtimoiy axborotda Xitoyning o't ofatiga qarata qasddan asta inkos qaytarganligidan norozi bo'lganligini ifodaladi. Xitoy amaldorlari atalmış shubhali virus vaqalarining oldini olish uchun to'saqlarni qurdi va eshiklarni taqadi. Uyg'urlarni o't ofatida qo'yib o'ldirganlik uchun Sharq Turkistondagi necha yuzlagan Xitoy mustamlikchilari biz inson o'xshash sabab bilan uyga sulashni to'xtat deb shuar to'lab ko'chalarga to'kildi. Xitoyning har qaysi joylarida Xitoylar ko'chalarga chiqib namoyish qila oladi. Ammo Uyg'urlar namoyish qilish u yoqda tursin, o't ofatida qazo qilgan Uyg'urlar uchun motam murosimini o'tkaza olmadi. Bu shuni tushuntirdiki, Xitoyda Xitoylarning namoyish qilishiga ruxsat qilinadi, Uyg'urlarga ruxsat qilinmaydi. Tinch namoyish qilsa-mu, terrorist qalbiga keltirib, tutqun qilib, qirg'in qiladi. Xitoylarning namoyishini besiqtirish uchun Urumchidagi Xitoy hukumatı payshanba kuni yuqumni nolga tushirish siyosatini bo'shatadiganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, yanada turk xalqlari ko'p sonliqni egallaydigan shahar va rayonlarda yuqum siyosatini kengaytib, irqiy qirg'inchilikni izchil davomlashtirmoqda. Urumchidagi ajallik o't ofati Hong Kongni o'z ichiga olgan Xitoyning har qaysi joylaridagi namoyishga sababchi bo'lgan. Namoyishchilar Xitoy Kompartiyasining taxtdan tushishini talab qilgan.
ishg'ol ostidagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlar xuddi ilgirlashga o'xshagan bu harakatdan xushal bo'lgan. Ammo ular yanada Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikqa uchraydi. 1949 yili 12 oktyabrdan boshlab Xitoy Sharq Turkistonda mustamlika va ishg'ol harakati yurgizib keldi. 2014 yildan boshlab Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata sistemlik turda ayrimchilik, irqchilik, chetga qiqish, irqiy qirg'inchilik yurgizish siyosatini yurgizib keldi. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining 2019 yildagi doklatiga qaraganda, tajovuzchi Xitoy hukumati 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga oshqun, terrorchi, bo'lginchi qalpoqlarni kaydirib, kasbiy tarbiyalash markazlari deb atalgan jazo lagerlari, turmalar, majburiy emgakka selish lagerlariga qamadi. Xitoy ishg'ol qilgan Sharq Turkistonda faşistik, irqchilik, şovinizm, Junqo millati va birlik Xitoy siyosatini yurgizib, izchil turda Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq, O'zbek qatorliq millatlarni qalaymaqon tutqun qilib, jazo lagerlari, turma va majburiy emgak lagerlariga qamab kelmoqda. 2021 yildan boshlab Amerikani o'z ichiga olgan G'arbdagi 10 dan ortiq hukumat va parlamentlar Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qaratgan bu vahshiylikni ochiq-oshkora irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Irqiy qirg'inchilik yana 2023 yilda davom qilayotgandek turdi. G'arbdagi kishilik huquqni qo'g'daydigan demokratik davlatlar texi irqiy qirg'inchilik to'xtatish uchun ahamiyatli harakat qilib boqmadi. Biz Sharq Turkiston xalqi dunyodagi davlatlarni, bo'libmi Amerikani Xitoyning javobgarlikka tortishga, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan Sharq Turkiston da'vosini qo'llash, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoyning jinoyatini surishti qilishga chaqiriq qilishdek ahamiyatli harakat qilinib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishga chaqiriq qilamiz. Biz Amerika hukumati va xalqarodagi davlatlarni diktator Shi Jinpingni o'z ichiga olgan Xitoy kompartiyasini davlat talqigan terrorlik tashkiloti deb e'tirof qilib, jazolashga chaqiriq qilamiz. Biz Amerika boshliq xalqarodagi barliq davlatlarni Sharq Turkistonni Tibetni qo'llaganga o'xshash qo'llab, Tibet uchun maxsus moslashtiruvchi turg'izgandek, Sharq Turkiston uchunmi maxsus moslashtiruvchi turg'izib, Sharq Turkiston mustaqillik harakatini qo'llab, Sharq Turkiston masalasini hal qilishga chaqiriq qilamiz. Biz Amerika boshliq xalqarodagi demokratik davlatlarni demokratiya, erkinlikka kafolatlik qilish, o'z taqdirini o'zi belgilash va'dasiga amal qilib, Sharq Turkistonni besib olingan davlat deb e'tirof qilishini, yangi chegara ma'nosida keladigan mustamlika atalg'u Xinjiangni qo'llanmay, davlatimizni Sharq Turkiston deb atashini talab qilamiz. Shuni ta'kidlaymizki, Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq, O'zbek qatorliq millatlar Xinjiang xalqi yoki Jungo xalqi bo'lmasdan, balki Sharq Turkiston xalqidir. Biz xalqaro jamiyatni demokratiya, erkinlik, kishilik huquqni chin qalbidan himoya qilib, Sharq Turkistonda izchil davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning yiltizini to'lib etib, Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati va mustamlikasini oxirlashtirishni talab qilamiz. Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turkiy millatlarning 2 asrlik tragediyalik tarixi shuni isbotladiki, Sharq Turkistonning mustaqilligi asliga kelmaguncha Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar hurlikini, inson haqlarini va mavjudligini saqlab qola olmaydi. Biz Xitoy xalqini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta qo'lga keltirish ko'rishini qo'llashga chaqiriq qilamiz. Oxirida Urumchidagi o't ofatida hayotidan ayrilganlarga ta'ziya bildiramiz. Yaqinlarga sabr tilaymiz dedi. Shuar to'lash oxirlashgandan keyin Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Aziz Sulaymon apandi muhim so'z qildi. Rabbimiz sağlık ibadet qilamiz va sendil yordam tilaymiz. Bugun biz intayin qayg'uli holda 24-yil kechida Urumchida o't tirik kuyib ketgan siyosiy qazlarimiz uchun, hali singillarimiz, aql qarindoshlarimiz uchun duo qilamiz. Parvardigorimiz aşk qarindoshlarimizni şehit vatanimiz bilan mukofotlashlarini tilaymiz. Parvardigorimiz aşk qarindoshlarimizni ostidan sulayib turgan oliy darajalik jannatlarda mukofotlashlarini tilaymiz. Parvardigorimiz şu qarindoshlarımızın oila tavobatlariga eng go'zal sabrlarni ato qilishini tilaymiz. O't kuyib ketgan yaralangan qarindoshlarımızın og'riq azobiga, jarohatiga sendan shifolik tilaymiz. Şunun bilan birga hozir turmalarda, lagerlarda qonxo'r Xitoylarning dahshatli zulmiga igrayotgan qarindoshlarımizga osonchilik tilaymiz. Rabbimiz
Şu qarindoshlarimizni qaraqsiz qo'ymagin. Ularga kuch-quvvat, umid, ishonch tilaymiz. Rabbimiz bizni to'g'ri yo'lga boshlagan, g'azabin yo'rtqalarni va azg'onlarni yo'liga emas. Ajdodlarimizdan Abduqodir Damollan, Lamtili Tavfiq, Sabit Damollan qatorliq davlat rahbarimiz manga yo'lga boshlagan. Amin. Vatan millatning mustaqilligi uchun millidan va jinni qurban bergan botir jangchilarimizdan yo'lga boshlagan. Amin. Parvardigorimiz biz bardosh berolmaydigan eg'ir sinoqlardan endi bizni sinamagin. Amin. Ajdodlarimizning va bizning o'tkazgan gunohlarimizni kechirgin. Düşmanımızı tanımaktık, dost bilen düşmanı fark etmektik. Düşmanımızı tanımagan bu ağır günahı bize geçirgen. Bizge rahim kılgın. Sen bizden egimizsen. Senden başka yardımcımız yok. Vaktimiz Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini asli keltirişimiz için bize yardım bergen. Amin. Kolumuzdaki ay yıldızlı kök bayrağının vaktimiz aslında hayatının lafız dişikine sıkılgın. Bizni müstakil Şarkı Türkistan'da hör yaşaşqa müyessar kılgın. Amin. Endi baş ministerimizning tavsiyasiga quloq beraylik. Şarkı Türkistan'dan müstakillik keltirish uchun bütün xalqarodan yordam talab qildik va doim yordam talab qilishimiz kerak o'zimiz. Biz jimot tasib bo'lmaydi o'z qarindoshlar. Biz uzundan beri sukut qilib jimot taraf kelganlik uchun, bizning burunqida o'z vazifasini ado qilmaganlik uchun, bizning atalarimiz, analarimiz, bolalarimiz vazifasini ado qilmaganlik uchun mana bugun biz bu qayg'uli kunda qoldik. Va yaqindan yana ba'zi bu Xitoylik bo'layotgan namoyishlardan ko'ranlab ba'zi Şinjanlıklar, bizni Şinjanlık deydiganlar cismi Uyghur bo'lgan bilan Şinjanlık Xitoylar. Yani şu Xitoy bilan yaqinlashaman deb, yani şu Xitoyning bilan milliy birlik quramiz deb falsafat qilyapti. Ular biz uchun, bizning millatimiz uchun xiyonat qilyapti. Bunu bilib qo'ysin. Va biz undan xoinlarga bu millat burun cevap çağın bolsa bundan keyin undan xoinlarga cevap çağmaydi. Bu millat düşmanın tunib bo'ldi. Bizningki mustaqilligimiz bo'lmay turib boshqasimiz bo'lmaydi. Biz Xitoylarga o kadar qarshi bo'lmasakmi, Xitoylar deyishi mumkin, biz o demokratiyaning qilamiz. Agar demokratiya, haqiqiy demokratiyani tashabbus qilgan bo'lsa, bizningki ilgili hukukumuzni hurmat qilish kerak. Bizning mustaqilligimizni hurmat qilish kerak. Bizning devletinin bir tecavüzçü devlet bo'lganligini e'tirof qilish kerak va Sharq Turkistondan darhol chiqish kerak. Anandan chiqib bular e'tirof qilgandan keyin anandagi Xitoylar bilan qo'shni davlat, boshqa davlatlardek inaqib bo'lardi. Ammo ular bilan birlikda bo'lmaymiz, ular bilan bir yashamaymiz. Chunki u Xitoylar tecavüzçü. Bizning ziminimizga tajovuz qildi. Shularning tajovuz bilan bugun xalqimiz qirilib kelyapti. Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti 28 noyabr günü Uygurlar Ürümçide yüz bergen ecellik ot afetiga qarşı namoyish qilib, xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qildi degan temada axborot e'lon qildi. Axborotda mundaq deyildi. 2022 yili 28 noyabr dushanba kuni Uygurlar Washingtondagi Tashqi ishlar ministrligining oldiga jam bo'lib, oldingi hafta Sharq Turkistondagi bir turalg'i binosida yuz bergan o't ofatida 44 nafar kishining qazo qilganligiga e'tiroz bildirib, xalqaro jamiyatni Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishga chaqirdi. Bu namoyishni Sharq Turkiston sürgünde hukumati va Sharq Turkiston milliy uyg'onish tashkiloti tashkilladi. 2022 yili 24 noyabr payshanba kuni Urumchining Tangirtog' o'ltiroq rayonidagi bir binoning 15-qavatida o't ofati yuz berib, balalarni o'z ichiga olgan necha 10 nafar Uyg'ur qazo qildi. Xitoy 10 nafar kishining qazo qilganligini aytdi, ammo yaqinlaridan ayrilganlarning va doktorxona xodimlarining doklatiga qaraganda 44 nafar Uyg'ur hayotidan ayrilgan. Sharq Turkiston sürgünde hukumatining tashqi ishlar ministri Aziz Sulayman Efendi Sharq Turkistondagi yuzlagan Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlar 2022 yili 8-oydan boshlab Xitoyning nol yuqum siyosatining turtkisida uylariga sulangandan keyin ocharchilik va qasddan davolmaslik sababidan hayotidan ayrildi.
Ot aftida qaza qilgan 40 nafardan ortiq Uyg'urning vafot bo'lishi Sharq Turkistonning ichki va sirtidagi Uyg'urlarni hayron qoldirdi va g'azablantirdi dedi. Ajallik ot afti Xitoyda nol yuqum siyosatiga qarshi namoyishni keltirib chiqardi. Ammo Sharq Turkistondagi Uyg'urlar 44 nafar Uyg'urning ot aftida qaza qilganiga qarshilik ko'rsatib, tinch namoyish qilolmay qolmay, kuyib o'lganlar uchun motam murosimi nazar chiroqmi qilolmadi. Bunun sababi Xitoy hukumati Xitoylarning namoyish qilishiga ruxsat qildi va ularning talablariga javob qaytardi. Uyg'urlar normal tinch namoyish qilgandimi, ularni qatl qildi va terrorchi qalbini kaydirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandi Xitoy hukumati qasddan vaqtida o'tni o'chirmaganligi va orqadan o'lgan Uyg'urlarning sonini oshirganligi, nol yuqum siyosatining turtkisida uyga qamash orqali Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni yoshirishni maqsad qilganligini tushundirdi. Amerika hukumati va xalqaro jamiyatni Xitoyning mas'uliyatini surishti qilish va Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidan Xitoyning jinoyatini tekshirishni talab qilishdek kuchlik va amaliy harakat qo'llanishga chaqiriq qilamiz. Amerika hukumati va xalqarodagi boshqa davlat hukumatlarini Sharq Turkistonga Tibetga qilgan muomalani qilib, Sharq Turkiston uchun maxsus moslashtirg'ich turg'izib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb tunishga chaqiriq qilamiz dedi. Xitoy hukumati Junxo millati va Birlik Xitoy millati shaklidagi faşist irqchi shovinist siyosatini amaliylashtirish uchun ishg'ol qilgan Sharq Turkistondagi sistemlik irqiy qirg'inchilik faoliyatining natijasida millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiya xalqlar jazo lagerlari va turmalarga qamalib, majburiy emgakka selinmoqda. Xitoy Xalq Cumhuriyati 1949-yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgan. 1949-yili 12 oyning 22 kuni mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyatini ag'dirib tashlagan. Undan keyin Xitoy hukumati Sharq Turkistonni Xitoyning bir parchasi, Uyg'urlarni Xitoy oilasining bir a'zosi deb keldi. Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlar 73 yildan beri izchil turda mustaqilligiga va hurligiga erishish uchun kurash qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati uzun vaqtdan beri Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash, mustaqilligini qayta qo'lga keltirish uchun xalqaro jamiyatni yordam qilishga chaqirib kelmoqda. Shundaq bo'lganda Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlar o'zlarining erkinligi, inson haqlari va mavjudligini saqlab qola oladi. Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldida Xitoyning ajallik ot aftiga o'xshash irqiy qirg'inchiligiga qarshi elib borgan namoyishi matbuotlarda xabar qilindi. Washington Erkin Moya xabar to'rining 29 noyabr kunidagi xabarida Uyg'ur faoliyatchilari Bayden hukumatini Xitoyning ajallik ot aftiga javobgar bo'lishiga besim ishlatishga, Urumchidagi ot aftida qazo qilganlar haqida konkret tafsilotni talab qilishga chaqiriq qildi. Tashqi ishlar ministrligining oldidagi namoyishni tashkillagan Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishni nishon qilgan Salih Xudoyor apandi Xitoy hukumatining rasmiy doklatiga qaraganda qazo qilganlar sonining 10 nafar, ijtimoiy axborotda tarqalgan sin va rasmlarni inchikilganda 44 nafar Uyg'urning o'lganligini ko'rgili bo'ladiganligini, aholilarning nol yuqum siyosatining turtkisida uylariga sulanganligi, o'tdan mudofialanish eshiklarining taqilganligi sababidan uydan qochib chiqib ketolmaganligini, o't o'chirish mashinasining voqea yuz berib 3 soat o'tgandan keyin yetib kelganligini, binodagi to'siqlar tufaylidan binoga yaqinlasholmay suvni o'tga chaqmaganligini aytdi. Xitoy hukumati Shanxay va Beyjingdagi namoyishlarni bostirishga urindi. Xalqni qonunsiz aplarni qo'llangan deb aybladi. Xitoy botlari Xi Jinpingni ayblash bilan aloqador yo'llanmalarni bostirish uchun shahvoniy mazmunlarni ham bahirladi. Beyjingdagi ba'zi katboshlar ba'zi binolardagi kirishni to'salg'iga uchiradigan eshiklarni elitadiganligini aytishdi. Xitoy Xinjiang deb atalgan Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qiladigan Sharq Turkiston surgundi hukumatining prezidenti G'ulom Osmon Yag'ma apandi Xitoy hukumatining qasddan o't o'chirishni kechiktirganligi, ondan o'lganlarning sonini yoshirganligining nol yuqum bahonasi bilan insonlarni o'ylariga sulab, irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini tushuntirib beradiganligini aytdi. Tashqi ishlar ministrligi buningga javob qaytarmadi. ABP Liu xabar to'ri 29 noyabr kuni namoyishning asosiy maqsadini xabar qildi. Yangi Tang sulolasi televiziyasi Beyjing vaqti 29 noyabr kunidagi xabarida iltimos qilguvchilar Amerika Oq saroyining oldida Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'xtatishni talab qilib namoyish o'tkazdi.
Үрімчидagi Jeşanyan o'ltiraq rayonidagi bir binoga 24 noyabr kuni o't ketgan. Nol yuqum siyosatida eshiklar etilib, qamal qilinganlikdan o't o'chirish mashinasi kirolmagan. Natijada fojialik o'lim hodisasi kelib chiqqan. Bularning ko'pinchisi bolalarni o'z ichiga olgan Uyg'urlar bo'lib, buningga g'azablangan xalq Xitoyning har qaysi joylarida ko'chalarga chiqib namoyish o'tkazgan. Xitoyning doklad qilishicha 10 kishi qazo qilgan, 9 kishi yaralangan. Xalq arasida tarqalgan gap so'zlarga qaraganda 44 kishi qazo qilgan. İltimos qilguvchi Salih Xudoyer o't ofatida 44 nafar Uyg'urning qazo qilganligiga qarshilik ko'rsatamiz deyildi. Xitoyning bu xabar kanalining namoyishni xabar qilishi boshqa axborot vositalaridan alohida farqlangan. Namoyishni tashkillagan Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti Xitoyning mustamlikasi va ishg'oliyatini oxirlashtirish, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llash talabi tilga ilinmagan. Undan başqa Amerika ovozi Xitoycha tormo 29 noyabr kuni namoyishni qisqacha xabar qildi. Ammo bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandining Amerika boshliq xalqaro jamiyatdan kutgan talabini, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun qilgan yordam chaqiriqini xabar qilmadi. Bir insonning Tangri oldida mukallaf, ya'ni mas'uliyatkor insonga aylanish uchun aql va baliq bo'lishi oldingi shartdir. Xuddi shuningdek, yuqoriqilarnimi kishining vatan mustaqillik ko'rishining bir nafariga aylanishi, da'voning mukallaflik salohiyatiga ega bo'lish uchun asosiy shartlardan deyishga bo'ladi. Vatan mustaqilligi xususida bunchalik aqlli shartni hozir qilmagan, vatanni dushman qo'lidan qaytarib olishdek jihad farzining mayli ustalda, mayli janggohda bo'lsin, mayli qalam, mayli alam bilan bo'lsin, jonni alqonga ilib turib qilinadigan harakat ekanligini anqirmagan bir da'vochining da'vo qilish salohiyati bo'lmaganidek, uning bu yo'lda qilayotganlarining hech bir qimmati bo'lmaydi. Bundaqlarning iymonini, dinini, jihadini pesh qilib da'vatganlari, idea qilayotganlarimi shuarvozlik qilishdan, riyokorlik qilishdan, suiiste'molchilik qilishdan chetlamaydi. Shuursiz, angsizlarcha qilingan mustaqillik harakatlari, tadbirsiz bosilayotgan qadamlar mana bu salohiyatsizlik da'vochilikning qo'lida payxon bo'lishdan, doimo mag'lubiyatni tetishdan qutula olmaydi. Bundaq da'vochilikning tutumlarida jonni alqonga olganlik ifodalari tugul, sesliqchinini qandoq qilib saqlab qolish, qandoq qilib e'tiborlanishga erishish tutumlari ko'rinadi. Yulanchiksirash xohishi avj oladi. Qilmishlari riyokorlikdan, ko'zko'zchilikdan xoli bo'la olmaydi. Qaysarlik, shijoat, botirlik, fidokorlik va qahramonlik qatorliq sifatlar bundaqlar to'pida aslo reallik yuzi ko'rmaydi. Bundaqlarning qo'lida da'vo maydonlari qo'rqinchoqlikni qandoq qilib yoshirishning teatr numurlarini o'rinlash sahnasiga aylanib ketadi. Bu sahnada ish ching'iga chiqay deganda qandoq qilib orqaga qarab chekinish taktikalari, andishlikdan qutula olmaslik, o'zimchilik, shaxsiyatchilik, obro'yparastlik qatorliq aks ettirmalarni qandoq qilib siyosiy puroqqa ega qilg'ili, da'vo markaziga moslashtirib, qandoq pishiqlab ishlagili bo'lganligining nayrang choralari mashq qilinadi. Qisqasi, mustaqillik da'vosi bu tor da'vochiligining soyasida ulug'vorlikning namoyandalarini ko'rish, shirmat azmatlarning qahramonlarcha ish izlarini namoyon qilish, doilaning o'z talantini joriy qildirish sahnasi bo'lishdan chiqadi. Da'vo sahnasi aslidagi ya shahid, ya g'ozi, ya o'lim, ya ko'rim kabi o't yurakchi shuarlar simfoniyasi o'z kuchini ko'rsatadigan sahna bo'lishdan, biroqla dushmanining falsafasidagi intiqom ro'yichilik aqalli tutumdanmi yo'qsizlashgan natvan bir sahnaga aylanib qoladi. Natijada vatan mustaqilligi harakati xarakteri yo'q qilingan, bulg'angan, dunyolikning, jonbaqtlikning vositasiga aylantirib etilgan, shakli o'zgargan, shaxsiy havas istaklarga setilgan bir harakat bo'lib chiqadi. Noahlilik va salohiyatsizlik sirtmoqlarida bo'g'ilayotgan mustaqillik ko'rishi nomli maqoladan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.